Diqqat, bu video asl kontent tarjima dublyaj qilingan versiyalardir. Men alchov egasi emasman, barcha huquqlar kompotga tegishlidir. Hamma qochinglar, bosganmi? Voy, turib oldim. Qishloqqa nima yo'limda turib olding? Yo'lda turish mumkin emas-ku. Voy bobosha, rostdan saniki ishonmayman sanikiga. Va shu aka ovozchi, wow! Shunaqa mashina oldim, kompot mashinasini. Bu meni skinimga, rangiga to'g'ri keladi. Qanaqa sanga? Zo'r, menga beribsan-ba. Sanda guvohnoma bormi o'zi вообще? Nima bu o'zi? Tushunarli, unda qol senga bermayman qo'shni. Qoch, hozir mashinamni qirib qo'yasan-ku. Qattashlarda shuncha izimrod bor, kompot buni boshlaga qatta olding. Qatta olgan bo'lsam, o'tda yo'q, mayli, hazil edi bu. Men yaxshi ishlaganim uchun oldim buni. Men senga shunaqa katta berdim, shunaqa mashina olding. Shunga yana aytaymanki, menda yana qoldi, hozir senga ko'rsataman. Uyga kirib olaylik. Hop, eshikni ochdik. Men remont qilishim kerak, to'g'rimi? Mana qara, menda hali bitta stak izimrod qoldi. Kompot, men ham shunchalik ko'p izimrodlar xohlayman. Unda sen ham ishlashni boshla, chunki masalan kecha ishda bo'lmading. Men o'zim sabablarim bor. Davay, o'zir. Davay, ketdik. Davay, ura! Zo'r sabab. Da. Bir stak izimrod uchun davay bahslashamiz. Men ertaga ishga chiqaman. Yo'q, bitta stak izimrodimni yo'qotishni xohlamayman men. Bahslashamiz ham, men futbolni taruz bilan o'yna olayman. Do'xshi shunchalik bahslashni yoqtirasanmi? Bir stak izimrod uchun bahslashamiz ham yoki yo'q? Yo'q, men anadir g'alati bahslashmayman narsalar uchun. Izimrodlar xohlayman, men g'alati narsalar bilan bahslashmayman. Mayli, unda hozir senga boshqa narsa o'ylab topaman. Sen qila olmasang, sen menga berasan. Mayli, men yutqizsam, lekin men senga bir stak izimrod berishim kerakmi? Lekin magar men yutqizsam, men senga beraman. Mayli, faqat bahslashamiz, men yutishim mumkin. Senga mazza qishloqchi. Davay, hop. O'ylab topdim, chiqamiz. Quduqqa birinchi bo'lib pushti rangli qishloqchi boradi. Ammo o'ylaymanki, o'tga birinchi bo'lib oq ranglisi boradi. Mayli, unda bahslashamiz, kimniki birinchi borar ekan. Endi bilasizlar, biz yutamiz, chunki o'tga har kuni pushti rangli qishloqchi borib, har doim suv oladi o'tdan. Hech kim kelmadi hali beri. Hali ham kutamiz unda qishloqchi. Borish kerak. Qarash kerak. Qara. Yetishuvdi o'tda nimadir bordi. Adashibdi, g'alati g'azal ekan. Nimaga o'tga birinchi bo'lib oqtiga bordi? Nimaga? Va yutdi. Men bilmayman nimaga borgan birinchiligini. Lekin endi masalan menga berishing kerak 8 izimrod. Bu hammasi noto'g'ri, bu hammasi uyushtirilgansan. Sen bilaman noto'g'ri qilganingni. Yaxshi yutqizdim, o'shaning uchun endi bermayapman. Men so'ramadim. Mayli, mana ol. Nima? Mana endi kelibdi. Nimaga sen men endi kelding bu yoqqa? Nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa, mayli. Men yutqizishni xohlayman, yana bitta o'ynaymiz. Va ko'rishimcha kimdir sportlash yoqtiradi. Mayli, yana bitta o'ynaymiz. Mayli, endi yana bitta o'ylab topaman. Mayli, o'ylab topdim. Kim birinchi mera anaqasi uyga kirsa, o'sha yutadi. O'ylaymanki, oq birinchi bo'lib kiradi. Men o'ylaymanki, birinchi bo'lib qora birinchi kiradi. Bu safar nechta izimrodga o'ynaymiz? Bu safar endi 16 ta izimrod beraman. Yo'q, ko'proq qil, chunki shu davra 64 yutqizdik. Ko'proq xohlayman. Bu safar men endi vashsha o'zimga ishonaman, chunki oq qora deganiga o'tga har doim boradi, har doim choy ichishgami yoki oyligini olishga. Mayli, bu kelishamiz, davay. Endi men bu safar endi mashinamni qo'yaman. Mayli, kelishamiz. Endi kutamiz kim birinchi mera oldiga kirar ekan. Mayli, endi kutamiz unda. Iltimos qora deb kir, iltimos qishloqcha birinchi bo'lib, hali berish kim kelmayapti. Nimaga ekan endi kutishimiz qo'rqyapman o'zi. Kim kirishi mumkin ekan-a? Vashshe, qo'rqyapman de o'zi nimagadir bor. Kappoda kutamiz. Kimdir kelib qolsa-chi, mana qara. Oqtingiz kelyapti, mana kirib ketdi. Men yutdim. Bura. To'xta, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men tushunmay qoldim. Ishonmayman men bunga. Yo'q, ishongim kelmayapti. Yo'q. Men yutdim, ikkinchiman. Bora ko'ringlar, mana boshdan endi. Endi lekin endi buni menga rangga qilib bo'yashim kerak-da, afsuski. Lekin mayli, ikkinchi marta yutqizdingsan, lo'q. To'xta, bu qanaqadir g'alati bo'lyapti. Birinchi bo'lib o'tga keldi, endi mehmonxona xonasiga kirib ketdi. Hech narsa qilganim yo'q, bu hammasi to'satdan. Mayli, endi 3-marta lekin sen meni yuta olmaysan, chunki bilamanki 3-marta hech kim yuta olmaydi sportni. Mayli, unda yana bitta bahslashamiz, senga isbotlashim uchun buni yuta olishimmi? Mayli, unda biz endi o'ynaymiz. Meni mashinamga Isa uzunudum orqaga olaman, Isani uyini olaman agar men yutsam, xo'pmi?
mayli unda hamma narsa o'zimda qoladi. Agar yutsam Isani uyini ichini hamma narsa bilan olaman. Mayli, endi o'ylab ko'rishim kerak. Agar yutqizsam juda yomon bo'ladi. Shuning uchun o'ylab ko'raman, hozir kelaman. Endi nima qilsam ekan, bolalar aytinglar. Yutqizishi mumkin, lekin bilmayman. Endi uyimni mashinam bilan stakiz minutim olishim kerak edi. Shuning uchun yomon bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun o'ylab ko'rishim kerak. Tezroq. Mayli, endi menda ideya paydo bo'ldi. Boramiz, endi aytaman. Kapot qanaqa bu mashina zavod qiladi, menga e'tibor. Yo, bu hali saniki emas. Bu men hammasini orqaga qaytarib olaman. Yana bahslashamiz. Hozir mashitga kelib, oqdagi qishloqchi sabzi yeydi mashitdan. Mayli. G'alati-yu bu hammasini. G'alati emas bu. Yo, vashya g'alati emas bu. Ishonur. Endi hammasini bilaman-da, chunki bu yerda har doim bugun anaqa kelish kerak, oqdagi. O'shaning uchun men bu tayyorman. Bu boshqa hech narsa qilmayman keyin. Bunaqa bahslashlarni. Qani oqdagi qishloqchi endi. Hozir kelish kerak, endi kutib tura qoling. Qarashim bo'yicha, bilishim bo'yicha bugun 6 da kelish kerak. Hozir 2 soatcha kutib turaylik, endi keladi hozir. Mayli, 3 soat bo'lsa ham mayli, kutamiz. Oqdagi qishloqchi hali ham kelmadi, lekin o'sha kech payt bo'lib qoldi. Oqdagi qishloqchi hali ham kelmadi-ku. Bugun yutqizdinglar uyini ham endi. Boru. To'xta, bu bugun kelish kerak edi-ku bu yoqqa. To'xta, kelish kerak edi. Nimaga kelmayapti-ya? 6da keladi degan-diru, hali endi 8 bo'ldi-yu. Hali keladi degan-di, bu qani? Men rosa podstava qotdi bu. Aha, kapot, endi menda uyim ham bo'lar ekan-da. Kuznitsa, ura! Har yo, to'xtab tur, har kelishga men xos kelib qolar yoki mana xos kelib qolar yoki men xos ili boshqa agrodga kelib qolar. Xos keladi bu ili yo'q. Aha, yo'q, kelmaydi endi menimcha bu. Endi meni uyim ham bor boshqa. Mashinam, izimrudim bor, hamma narsam bor meni. Vashshe zo'r. To'xta, iltimos, bu hamma narsa qaytarib ber. Men ili hatto uyimni qaytarib ber, iltimos. O'ylab ko'ring-chi. Yo'q, hech narsani qaytarib bermayman men. Endi uyimdan chiqib ket. Davay bahslashamiz. Men davay, iltimos. Yo'q, sporlar tugadi, bo'ldi. Yo'q. Yo, bolalar sizlar to'g'ri aytibsizlar, qilishim kerak emasdi. Voy, endi nima qilamiz? Voy, endi hech narsasiz qoldim-ku. Hech narsam bo'lmadi endi. Hech narsa qoldirmagandim ham-da. Voy, endi uyim ham yo'q, men nima qilaman? Voy. Kapot, to'xta, qara mana g'oya bor. Mana senga tayoq, mana senga qopcha. Endi bu filmdagi oxirida ketvor endi mana shunaqa qilib. Bu qiziq emas-ku. Voy, nimaga bu yana qolsan? Bo'ldi, mana senga shularni qoldiraman. Bo'ldi, men mayli endi ketdim, uxlayim yo'qda. Voy, endi bolalar nima qilaman? Вообще hech narsam qolmadi-yu. Endi hamma uylarda odamlar bor, ana hech qayerga kira olmayman. Endi bitta o'zim qolib ketdim tashqarida. Mayli, hech narsa qilmaydi, nimada o'ylab topamiz. Bugun menimcha mana shu uxlashga to'g'ri keladi. Chunki kechqurungacha uy qura olmayman men. Mana shu yerga kalavatim qo'yib olaman. Men bitta o'zimni yopib qo'yaman. Ya'ni odam hech narsa menga tegmasligi uchun, bugun kechqurun o'tkazib olishim uchun. U menga hali fakil ham bergan yoki kechqurun nimadir qarab o'tirishim. Mayli, ovqat yeb olik. Kapot, tur, o'sha ertalab bo'ldi, tur. Nima qilsan bu yerda? Bor bu yerdan, yo'qol. Kapot, bu yerda nima qilsan o'zing? Men bu shaxtaga tushmoqchi edim, bu yerda qarasam sen bu yotgan ekansan. Men uyingda yotmading bugun kechqurun. Chunki meni uyim yo'q sanda. Bugun endi mana shu uxlagan shu to'g'ri keldi. Men nima qildim senga unaqa bo'lsa? Chunki sen ana quduqqa bording, огородga kelmading. Nima aloqasi bor bularni? Chunki men qishloqcha bilan sportlashgandim-da. To'xtachi, nimaga sporlashgandinglar? Senga qiziq bo'lish kerak emas bu narsaga. Va hamma narsani men yutqizdim unga. To'xta, kim birinchi meni oldin kirishga o'ylamaganmidinglar? Qayerdan bilasan buni? Chunki u menga kecha nimaga menga albatta bordim aytding quduqda. Unda yo'q hech narsa. Yo'q, sabr, endi sen meni chaqiryapti, meni oldiga kir. Buni ishonmayman. Bor, chaqiryapti-ku. Mayli, ketdim meni oldiga. Lekin senga hali ham ishonmayapman-da. Qishloqcha, u senga shunaqa dedimi rostdan qilgin deb? Men bilmagandim unaqa narsa o'ynayotganinglarni. Har doim telefon qilaverib, meni xitqoruvdim, o'shanga qiluvdim, boruvdim. Nima unda огородga kelmading? Bugun огородga boraman, seni yeyman deyording-ku. Kimdir eshigiga yopib qo'yibdi, o'shanga men qilolmadim. To'xtachi, bu Aldoq yaramas, men uni kecha ishidan chiqa olmadim.
Ha, bolalar esinglardami? Kecha ana bolta bilan o'tib ketgan, o'shaning uchun men halatda deb o'ylagandim buni. Va yana kecha ham yana telefonni qo'lida bor edi, agar esinglarda bo'lsa, telefon bilan ham yurdi. O'shaning uchun ekan deb u yaramas. Hop, kapot qatta bu endi qishloqcha. Ha, menimcha uyimda bu hali ham yaramas. Shunaqa qilib aldab o'ynabdi-da bu. Va shaldoqchi ekan bu, yaramas. Hamma narsani olib qo'ydi. Endi kiramiz ichkariga. Eshik ochilmayapti. Mayli, ochib kiramiz. Yaramas. Bolalar nima qilsalar bo'pti? Kapot nima anaqa bo'ptisa? Bitta narsani bilmoqchimiz. Nima bo'pti qilayotganing, nimaga bizani aldaganingni. Iplos yaramas deb unaqa qolsan, deb unaqa qilding bu nimaga? Yaramas. Bu yoqqa ur, bu yoqqa ur, bu yoqqa. Voy, bu qishloqcha unaqa kuchliligini bilmasdim. Qatga uchib ketdi bu. Qatga bo'lardi osmonga-da. Voy bolalar, ko'rsanglar qadar uchib ketganini. Sizlar ko'rdinglar. Mayli, endi ko'rdinglarmi qatga uchib ketganini? Endi men hamma narsam o'zimda qoldi. Ura, hamma narsam endi o'zim bilan tashlab yuborsam bo'ladi. Endi telefon lekin menga kerak hozir. Hop, rahmat senga qishloqcha aytib berganiga rahmat. Tasqimida men bilmaganda o'zim unaqa qilayotganini lekin. Mayli, endi ishdan siqmaydi. Chiqamiz. Xolisan mashinada seni olib aylantirib kelaman. Mayli, ura, zo'r boshda ekan, ketdik, ura. Mayli, endi bugun xayrlashamiz. Hammasi yaxshi tugadi va like, podpiska tashlab qo'yishlarini umid qilaman. Boshqa hech kim bilan bahslashmaylar.